Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Instagram parolimizni esimizdan chiqarib qo'ygan bo'lsa tiklashni yoki esimizda bo'lsa parolni yangilashni o'rganamiz. Ya'ni parol almashtirishni o'rganamiz. Buning uchun biz Instagramimizga kirib olamiz va akkaunt bo'limidan tepadagi 3 ta nuqtaga bosamiz. Bu yerda Center account chiqadi. Birinchida shuni ezib olamiz. Xo'p, parol и безопасность ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunga kiramiz. И birinchidan izmini parol. Mana shunga kirib, o'zimizning Instagram akkauntimizni tanlab olamiz. Bu yerda biz parolni almashtirmoqchi bo'lsak, bu yerga eski parolni yozib, mana bu yerga yangi parolni yozib, yangi parolni qaytadan yozib olamiz. Agar parol esdan chiqqan bo'lsa, mana забыли parol. Shuni bitta bosamiz ustiga. Mana shunaqa chiqadi sizlarga ham. Bundan keyin chiqib turib, Gmailga o'tasizda, Gmailda yangi parol yozish bor. Hozir menda Gmail yo'qligi uchun videoni davom ettira olmayman. Gmaildan kirib novoy parol yozasiz, keyin novoy parolni ishorasi, ya'ni qaytarib yozib olasiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yamiz.